Mana bugun 16-aprel. Matmon qishlog'idamiz. Ha, to'p bo'yicha mana hozir mana bu visoki liniya bizdan o'tib Dina bolaga ketyapti mana bu. Mana visoki, Ha, visoki. Bundan ololmaymiz. Buni tagidan bizaga отдельно mana xo'jalikka kelish kerak edi. Ha. Shu kelmadi, shu qoldirdi bu. Qishloqning ichiligini qildi. Necha kilometrdan kelyapti bu yerga tok? Bu tok endi 3 kilometrdanmi? 3 kilometrdan kelyapti-da. Maktabda oldidan kelyaptimi? Ha, maktabda oldidan kelyapti. Lekin mana bu tok kelyapti-ku mana. Podacha bilan. Ha. Hali mana bu yuqoriga chiqdi. Mana shu stalbalarda stok ketgan, ha? Ha, ana shu stolba, bu yerga ko'rgan stolbamiz mana shular. Ey, o tepaga bor. Qatorasiga ana shu. Mana shu hodisada mana hozir. Shunda tok bormi? Tok bor, ha. Hali mana bularni dushoqim bilan ko'tarib qo'yganman. Mana odamni bo'ynidan kelyapti-da bu. Ehtiyot bo'ling. Bola chaqa, qo'y boqish. Ha. Bir mana tomonda ishlashi bor. Demak, mana shu qo'l bola yog'ochlar bilan qariyb 3 kilometrdan olib kelyapsizlar. Ha. 3 kilometrdan. Nechta xonadan shunday bo'lyapti kelar-kelgicha? Buni u tomonini hisobga olmasak 20 xo'jalik mana shu tomonniki umuman mana shunaqa istalganman kelyapti. Ya to'pur. Tushunarli. Nechtacha stalba kerak bo'ladi? Bu ana shularni almashtirish uchun. Stolbani bilmayman, mana shu visokini taydan olib kelamiz dedi. Shu bo'lmay qo'ydi, bilmadim nima bo'ldi. Izolyatsiya qilingan sip kabel bilan. Ha, ana shunaqa kabel bilan kelish kerak edi. Ha, o'zimiz mana 2 qator edik. Endi uni 5 qatorlikda olib kelib, o yechgan biza, ajratgan. 2 qator bilan shu kam kerak. Tushundim. Mana lampochkaga ham yetmaydi. 11 bo'lgandan keyin tinib bo'ladi. Kechasi shu. Siz uyingizda ham yo'qmi? Ha, bu kishi ham. Ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Endi bu tok bor hozir. Mana kunduzi hozir yonibdi. Kech payti bo'lgandan keyin bu lampochkadan o'zi bu 7 voltmi 8 volt. Lekin shu ham pirillab qoladi. Pirillab qolibdi. Mana hozir dazmolda ishlata olmaymiz. Kir mashinalar ishlamaydi. Televizor ishlamaydi. Mana Doimomi yo ba'zidami? yo'q. Endi bir xil vaqtga yonib qoladi, ishlab qoladi shu ham. Ishlab qolayotgan vaqtda. Demak, tok quvvati kam, ha? Quvvati kam. Dazmolga olib baqqan. Qani? Ishlatib ko'rishing. Yo'q, samay, keling. Qani dazmol? Dazmol qani? O'tur. Kir mashina ham ishlamaydi? ishlamaydi, umuman kirmoshina. Kir mashina bormi o'zi? Bor. Bor, o'zim kirib olmayman qo'ygan. Ishlamaydi, ha? Ishlamaydi. Ha, yonadi-yu. Tok pas. Tukpar. Televizor yonmagani uchun mana bu yerga yig'ib qo'yganmiz-da mana. Yo'q, ishlata olmaymiz buni. Tukpar. Bo'ldi, qo'yavering. Bo'ldi, ishondim. Tukpar. Hammaning xonadonida shunaqa televizor bor, lekin Ko'rsatmaydi. tok kam. Ha, tukkam. Bizlarga mana shu 20 xo'jalikka mana shu yerga bitta transformator bo'lish kerak-da. Qishloqning o'rtasiga. Ha, qishloqning o'rtasiga. Hali mana hozir 20 ta bo'lsa, hali 2-3 yildan keyin 50-60 bo'lib ketadi bu yerga xo'jalik. Yildan yilga ko'payyapti. Ha, yildan yilga ko'payapti. Endi yer boshqa joyda bizda bu yerimiz yo'q-da. Yoshlar shunga qarab ketyapti. Shu yerda qariyb 20 ta xonadan o'sha maktabning oldidan 3 kilometrdan Ha, qo'l bola uslubda kelyapsiz. qir bilan olib ketyapti. Mana biz ko'rib turgan bu yuqori kuchlanishdagi liniya bu Deno bolaga ketyapti. bu. Bunga ola olmaysizlar. Yo'q, bundan ola olmaymiz. Mana bu yerga transformator bo'lsa, keyin mana shu yerdan chiqarib, mana shu stolbalarni mana shu visokini tagidan olib borsa bo'ladi. Tushundim. Mana qiluvdilar. Sizlar shu yerga mo'ljallayapsizlar, ha? Ha, biz shu yerga mo'ljallayapmiz. Transformatorda. Transformatorda. Ha. Ma'qul joy ekan. Ma'qul joy. Mana elektr tarmoqlari 20 dan ziyod temir beton ustunlar tortilgan. Hammasini montaj deymizmi? Hammasi sozlangan, kabellar tortilgan. Lekin ming afsus, qayerdadir stalbalar qulab yotibdi, qayerdadir simlar uzilib yotibdi. Qolaversa mana eski bo'lsa ham mana shu transformatorga ulanishdi qariyb 2 yil kutilyapti.
Demak, yana aytaman, transformatorga ulanmasdan turib, simlar uzilib, stolbalar qulab, odamlar o'zlari qo'llaridan kelganicha tiklab qo'yilgan. Mana qariyb 2 yil bo'lyapti, so'raydigan odam yo'q. Mana shu ahvol. Chala yarim holda yotibdi. Boyagi chala yarim simlar hammasi kelib mana shu transformatorga ulanishi kerak. Transformatorga tok kiryapti, lekin chiqim yo'q. Negaki hamma ishlar chala yarim qolgan. Eski liniyalarda mana foydalanyapti. Deyarli yerga tegay deb turibdi-da. Mana shu ahvolda yaxshilaylik deb temir beton mana ustunlar qo'yilgan. Yangi tortilgan temir beton ustun kabellari eski bo'lsa ham mana shu transformatorga ulanish kerak edi. Ming afsus, mana 2 yil bo'lyapti. Qoziqqa mana tortib qo'ygan, ulanmagan. Elektr kabellari ham yetarli menimcha. Agar tepa bilan bo'lsa bir 20 metr bilan ish bitadi-da. Shunga ulanishdi mana xalq qariyb 2 yildan beri kutyapti. Agar tegishli mas'ul rahbarlardan buni sababini so'rasak, har doimgidek qop bahonai sabab. Qancha milliardlab mablag'lar sarflangan. Buni xalq ko'rib turibdi, bilib turibdi. Ming afsus. Xalq noroziligi mana shundan bo'lyapti.